kambag'al bo'lishni hech kim orzu qilmaydi, ammo Alloh sizga bermagan shu davlatni bersa, ana shu boylik degan sinovdan o'ta olasizmi? Shuni yukini, mashaqqatini ko'tara olasizmi? Bilmaysiz. Shuning uchun nima deb so'rang? Meni boy qilgin deb so'raymi emas? Meni boy qilib qo'ygin emas. Robbana atina fid dunya hasana deng. Parvardigoro dunyoda ham, oxiratda ham menga yaxshilikni bergin deng. Agar sizga boylik kelishligi yaxshilik bo'lsa Alloh beradi. Agar kelishi yomon bo'lsa bermaydi. Shunda har qanday holatda ham hayotingizda nima bo'lasiz? Rozi bo'laverasiz. طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقيل